qismat ketmonchi ayollar bor-ku, paranjiga o't qo'ygan qismat ketmonchi ayollar. Ko'rdim buni. Ha, bu qo'shig'i yaralish qanday bo'lgan? Qo'shiq qanday yaraldi? Namanganda kuylagan adashmasam, bir videosini. Farg'onada. Bu videosini ko'rsatgan bo'ldi Namangan degan. Bizning tepamizda Chimyon degan joy bor. O'sha yerga ketayotganda yo'lga qarasam, ayollar ketmon chopyapti. Bo'g'ozalarni chopyaptilar. Bu yerda keyin yozganman. Ketmonchi ayollar. Qanday paranjini tashlab ketmonchiga aylandi bular? Endi paranjini bekorga olingan yo'q-da. Mehnat qilsin, dalada ishlasin, paxta yetsin bizga paxta yuborsin deb biz paranjiga o't qo'ygan. Paranjiga o't qo'yishga nima qilgan? Propaganda qilgan o'g'iz. Bu paranjiga tashlaganlarni yo'qlagan. Xotin erlari urgan uni. Ularni yo'qlagan, yomonlagan. Uni xotinni. Paranjiga tashlamasa qanaqa kolxoz ishlaydi? Kolxoz tuzilgan. 30-yilda kolxozda ishlagan, paranjini otib olib, ketmon chopgan, paxta tergan. O'rusga paxta bergan, paxta bazasi edi O'zbekiston. Sovet davrida yozganman, 70-yillarda yozganman. O'zbek endi mustaqillikdan keyin sal ro'shanolik ko'rdi. Hozir ayollar kolxozda ishlaydi, kolxozda o'zi yo'q hozir. Yaxshi bo'ldi. Paxtani yo'q qildi, prezidentimiz yaxshi bo'ldi. Bo'laman, shod bo'laman deb Shodasida ko'rki aziz dur bo'laman deb zulmatni yorituvchi yorug' nur bo'laman deb zulmatni yorituvchi yorug' nur bo'laman deb paranjiga o't qo'ydingiz isyonchi ayollar, oxir oqibat qismati ketmonchi ayollar.